Assalomu alaykum. Oxirgi yillarda elektromobillar O'zbekiston bozoriga juda ko'p kirib kelyapti. Mana ortimda turgan bu demak Novza metrodan chiqqanda Novza masjidi oldidagi yaqinda qo'yilgan mashinalarni elektr zaryadlash stansiyasi edi. Lekin mana olib tashalgan. Qizig'i bilasizmi? Prezident qarori farmoniga asosan har yili O'zbekistonda ekologiyani yaxshilash uchun elektromobillarga o'tish uchun imtiyozlar berilyapti-da. Lekin hozir shu kecha kunduzda Toshkent shahri bo'yicha hech bir asossiz, tushunarsiz ravishda elektr stansiyalar, zaryadlash stansiyalari uzib tashlanyapti ekan. Elektr energiyadan. Shuncha yil qilinayotgan ishlarni beliga chopishdi bir tiyin. Kecha O'zbekistonda elektr zaryadlash stansiyalarini qo'yadigan yirik tadbirkorlar bilan uchrashdik. Hech bir asos keltirilmagan holda Yunusobod tumanida ayniqsa va Toshkent shahrining boshqa tumanlarida ham elektr energiyadan uzib tashlangan. Kamiga har xil bahonalar bilan buzib tashlayapti ekan. Bu birgina insonni hokimiyatga yig'ib bergan ahmoqona topshirig'ining oqibatida hech bir qonuniy asos yo'q, lekin shunchaki buzib tashlashyapti. Endi hozir tadbirkorlar majbur yaqin kunlarda ommaviy ravishda butun Toshkent shahri bo'yicha zaryadlash stansiyalarini o'chirmoqchi. Bilmadim Toshkent shahrida qancha elektromobillar bor. Bu zaryadlab yurish kerak bo'lgan. Demak, Toshkent shahri bo'yicha ommaviy hamma, endi ayrim uyga stansiya o'rnatganlardan tashqari ommaviy ravishda demak elektromobillar yurolmay qoladi yaqin kunlarda. Bu biz o'sha Toshkent shahar hokimiyatida ishlaydigan bitta vallomatni hech bir asossiz qilayotgan ishini oqibatida prezident qarorlariga ekologiyani yaxshilash, odamlarni mana shu elektromobilga o'tish bo'yicha qilayotgan ishlarini bir tiyin qilayotgan bitta insonni topshirig'ini oqibatida hech kim uni to'xtatib qololmayapti. Hatto kecha Toshkent shahar prokuroriga chiqdim. Bu ahmoqchilik qanday bu davom etadi? Bular ham qonuniy asosga ko'ra qo'ygan-ku deb. Departament shug'ullanyapti, bilmaymiz deydi. Ommaviy ravishda mana Toshkent shaharda uzilyapti elektr stansiyalar. Bu shunchalik ham ekologik siyosatga zid, ham odamlarni muqobil tanlov asosida olayotgan mashinasini yurishiga ham bir to'sqinlik bo'ladi.